Qizlar, qaranglar. Hisoblaganda 16 dona qilishingiz kerak, lekin menda hozir 14 ta. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ta. Chetida hisoblaganinglarda 16 ta bo'lishi kerak, lekin 14 taga ham normal chiqyapti. Mana ko'rib turibsizlar. 14 taga ham yaxshi chiqyapti. Shu uchun ham nima qilmayotmadim, ya'ni boshqa qo'shimcha qo'shyotmadim. Endi bularni qotirib olishni o'rgataman sizlarga. Bemalol 16 tagacha ham qilsanglar bo'ladi. O'tkazib olamiz eskamizni. Qattiqqina bo'ldi. Bu qayrilmaydi deb o'ylamanglar, qayriladi bemalol. Mana qattiqqina bo'ldi. Endi bittasini bitta tomoniga, yana bittasini bitta tomoniga. Mana shu shaklda hozir aylanib ketdi. Mana bittasidan o'tkazib olamiz. Va endi mana buni o'tkazib oldik. Endi bu tomoniga mana shunday qilib bu yoqdan o'tkazib qotirib oldik. Bu bitta tomoni. Endi mana yana tepasidan bitta o'tkazamiz. Pastidan ham bitta o'tkazamiz. Pastidan ham bitta o'tkazamiz va pastiga bitta dur qo'shamiz. Mana shunday shaklda qotiramiz. Endi yana mana o'rtasidagiga ham, bu tomondagisiga ham bitta dur qo'shamiz. Mana bu yog'idan ham bitta o'tkazamiz. Pastki qismidagi bu. Bundan ham o'tkazib olamiz. Bu yog'iga mana bu ikkita joyga o'zi bekiladi va yana bitta dur qo'shamiz. Va bu tomondagisidan tortib qotiramiz. Mana bitta qoldi o'rtada. Bundan ham bitta o'tkazamiz. Bundan ham bitta o'tkazamiz. Bo'ldi. Bizga shu yetadi. Chunki yana bitta leska qilsak, menimcha oshib ketadi. Yana bitta qilib ko'ramiz.
oshiqchalik qildi, shuning uchun ham buni o'zida qotiramiz. Bizim me'yorimiz bo'ldi. Demak, 3 ta bilan to'lar ekan. Endi bularni aylantirib, o'tkazib, mahkamlab qarama-qarshi tomonlaridan yaxshilab, mahkamlab o'tkazib yuboramiz. Xohlasanglar tepaga qarab, xohlasanglar pastga qarab ketaveringlar. Bu tamoman o'zingizlarning xohishingizga bog'lab qo'ygan narsa. Mana bizni sumkamiz tayyor bo'ldi. Xohlasanglar qanaqadir dekorlar qo'shmoqchi bo'lsanglar bo'ladi, agar oq oddiylik qiladigan bo'lsa, lekin juda ham chiroyli chiqdi. Faqat mana shu leskalarimizni oralariga tiqib, yashirib chiqsak bo'ldi. Shu bilan biz ishimiz o'z nihoyasiga yetadi. Mana bu yerga qanaqadir yozuvchalar qo'ymoqchi bo'lsanglar, yozuvlarni ham xuddi magnitni qanaqa qilib tayyorlab qotirib olgan bo'lsak, ularni ham xuddi shunaqa shaklda tayyorlab qotirib chiqasizlar. Menda yo'q unaqa narsalar, shu uchun ulardan foydalana olmayman. Oralariga o'tkazib leskalarimni bekitib boraman. Hammasini shunaqa qilib bekitib yuborasizlar. Shu bilan bizni sumka yasash darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlarga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Iloji boricha har bitta jarayonini bittalab tushuntirib ko'rsatishga harakat qildim sizlar uchun. Eng oson usullarini o'zim uslubimda o'rgatishga harakat qildim. Sog' bo'linglar, qizlarjonlar, salomat bo'linglar. Qanaqadir savolingiz yoki qanaqadir yordam kerak bo'lsa, bemalol hech kimga murojaat qilsanglar bo'ladi.